Firibgarlar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlab, yashirincha onlayn kredit olishidan qo'rqasizmi? O'zbekistonda buni rasman taqiqlab qo'yish imkoniyati paydo bo'ldi va buni qilish juda oson. Siz shunchaki ariza topshirishingiz kerak bo'ladi va bu mutlaqo bepul. Arizani MyGov.uz portali orqali onlayn yoki Davlat xizmatlari markaziga shaxsan tashrif buyurish orqali topshirish mumkin. Taqiq shu zahotiyoq kuchga kiradi. Shundan so'ng siz maxsus ro'yxatga kiritilasiz. Endi kredit tashkiloti yoki bank sizni nomingizga ruxsatsiz kredit bera olmaydi. Agar sizga to'satdan pul kerak bo'lib qolsa, xuddi shunday telefon orqali bu taqiqni bekor qilishingiz mumkin. Va eng muhimi, agar biron bir bank baribir sizning xabaringizsiz nomingizga kreditni tasdiqlasa, siz u uchun 1 so'm ham to'lashga majbur emassiz. Qonun bo'yicha javobgarlik bankka o'tadi. Ushbu videoni saqlab qo'ying va yaqinlaringizga ulashing.